Assalomu alaykum, marketliklarga xush kelibsizlar. Mana bugun 28-aprel mahsulotlarimiz egalariga chiqishga tayyorgarlik bo'lyapti. Mahsulotlarimizni imkon boricha harakat qilib egalariga jo'natyapmiz. Quritish jarayonlari inshaalloh kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. Telegram, Instagramda nimalarimiz bor, biz mahsulotlarimizni joylab turamiz. Inshaalloh sizlarga chiroyli holatda yetkazib beramiz. Kerak bo'lgan odamlarga jo'natib qo'yinglar. Bizga bosib, like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, marketlik a'zolari. Mana bugun kech kirganda kech bo'lsa ham ustolarimiz turgan ekan. Marg'ilon xo'jayigizga chiqarib yuboryapmiz ferma panelimizni. 250 kvadrat olishgan. 44 ga jo'natib yuboryapmiz. Inshaalloh bitgan holatini ham tashlaymiz borganda.